ishlarda ishlashni o'zi niyat qilib yaxshi nom qoldirib ketsa yaxshi ekanda ota-ona uchun. O'g'lim bilan faxrlanib bolam, ana shunday jonim bolam. Tinch, osoyishta joyda insonlar o'zini xotirjam his qiladi. Tinchligini yo'qotgan xonadon ham, mamlakat ham aslo xotirjam bo'la olmaydi. Tinchlik, xotirjamlik taraqqiyot garovidir. Buni barchamiz yaxshi bilamiz. Shundan bo'lsa kerak, biz azaldan tinchliksevar xalqmiz. Aynan shu g'oya targ'ibiga bag'ishlangan buyuk milliy ma'naviy merosimiz bor. Ularning barida tinchlikning qadriga yetish targ'ib etiladi. Urush esa batamom qoralanadi. 9-mayni xotira va qadrlash kuni tarzida umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelayotganimiz zamirida ham aynan ana shu ezgu maqsad yotibdi. Vatan himoyasi yo'lida o'z xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan mard va jasur o'g'lonlar xotirasini yod etish muqaddas qadriyat hisoblanadi. Qadriyatlarimiz bardavomligi sifatida bugun Sirdaryo viloyatida yashab, yurtimiz tinchligi, osoyishtaligini ta'minlash yo'lida jon fido etgan o'g'lonlarning xotirasi yod etilmoqda. Umrlar bo'ladi. Qisqa bo'lsa-da, mangulikka daxldor. Marhum ichki ishlar xodimi Oybek Nishonov ham qisqa 26 yil umr ko'rdi. O'zining xizmatdagi jasorati bilan odamlarning xotirasidan o'chmaydigan iz qoldirib ketdi. Yillar o'tyapti. Farzandini xizmatga kuzatgan onaizor esa hamon o'g'lini kutyapti. Bedor tunlar, qalb isrobi, farzand sog'inchi onaning yuragini o'rtaydi. Achchiq ko'z yoshlar esa har qanday kishining qalbini o'rtaydi. Hech kimni onasi farzandidan ayirmasin ekan. Keyin bilinaverar ekanda, keyin bilinaverar ekanda bolam. Unda hali 1 yil, 2 yil, 3 yil deganda biz bilmas ekanmiz unda. Qolganlar bor-ku dir ekanmiz. Shularga umrini bersin dir ekanmiz. Yo'q, lekin keyin mana tengqurlarni ko'rganingizda orasida yo'qligiga qaniydi Oybekjon ham bo'lsa, Ulug'bekjon ham bo'lsa deb qo'yar ekanmiz bolam. Qasamyodiga vafo qilib o'zgalar hayoti uchun jon fido etgan Oybek Nishonovning jasorati onaning qalbida farzandidan faxrlanish hissini ham paydo qiladi. Jasur o'g'lining bolalikdagi o'ziga xos fazilatlarini sog'inch bilan eslaydi. Yuzini ko'z yoshlari yuvayotgan onaning qalbiga taskin uning surati-yu o'g'lining safdoshlari. Kutasizmi kelishini? Ya bo'lmasamchi kutaman. Keyin nimaga tashqariga chiqaman, kiraman, qo'yaman. 9dan keyin, soat 9dan keyin bu bilan gaplashib, Oybekjon, yaxshi yotib tur, men yotyapman bolam deb gaplashib, nima qilib yotaman. Siz uchun hali hamon Tirik. Men uchun hayot, men uchun tirik. Yana qayerdasiz? Yana nima qilyapsiz? Nima kamchilik bor? Nima muammo bor? So'rab turadilar. Rahmat shularga. So'rab turadilar, har doim so'rab turadilar. Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limida xizmat qilgan, o'z vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan Oybek Nishonovning jasorati aslo unutilmaydi. Oybek Nishonov o'z xizmat vazifasiga sodiq qolgan holda jamiyatda osoyishtalikni ta'minlash yo'lida fidoyilik ko'rsatgan xodim sifatida qadrlanadi. Doimiy ravishda ichki ishlar xodimlari uning xonadoniga tashrif buyurib, onasining holidan xabar olib turadi. Bu kabi xotira tadbirlari yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kelajak avlodga fidoyilik namunalarini ko'rsatishda ham muhim ahamiyatga ega. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan safdoshimiz marhum leytenant Oybekning xonadonlariga bugun tashrif buyurdik. Bu xonadonda yashovchi Karamat onamizning holidan xabar olgani shaxsiy tarkibimiz bilan kelganmiz. Biz doimiy ravishda ushbu xonadondan holdan xabar olib, bu xonadonda doimiy mehmon bo'lib kelamiz. Uning xotirasini abadiylashtirish maqsadida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limida vatanparvar burchagi tashkil etilgan.
Oybek Nishonov sharafli xizmatiga sadoqatini faqat o'zigagina xos fidoyiligi bilan namoyon etib ulgurdi. Bugun ham hamkasblarning iliq xotiralarida alohida fazilat va xislatlar sog'inch va hurmat bilan yodga olinishi ana shunday saodatli umr sohibi ekanligidan dalolatdir. Shogirdim leytenant Oybek Nishonov 2006-yil yanvar oyida bizni bo'linmamizga kelib turib, shu ekspert klimatika sohasiga qiziqishini bildirdi. Shundan so'ng uni qanday iqtidori borligini tekshirib ko'rish maqsadida nimaga qiziqishini, qaysi nimalarga, fanlarga, sohaga qiziqishini so'raganimda, u kompyuter texnikasini yaxshi bilishligini aytib, shu o'zini ko'rsatdi bilimini. Shunda o'sha paytlari kompyuter texnikalari endi kirib kelayotdi. Pentium 1 kompyuteri bor edi, shu kompyuter nosoz holda edi. Shu kompyuterni o'zi qisqa muddat ichida sozlab bergandan keyin men yuqori turuvchi rahbarlarga o'zimni ishonchimni bildirib turib, shu yigitni o'zimiz sohaga olsak bo'ladi deganimdan keyin fevral oyida bizning ekspert kriminalistika bo'linmasiga ekspert sifatida ishga qabul qilindi. Shundan keyin qisqa vaqt ichida o'zini mehnatsevarligi, iqtidorini namoyon etdi. Bir qancha jinoyatlarni birgalashib turib barmog'idan ochdik. Undan keyin endi uni yana bir jihati qisqa umr ko'rgan bo'lsa ham o'zining mazmunli umrini o'zidan iz qoldirdi. Yurtning mana shunday fidoyi farzandlari nomini doim yodga olib, ularning ruhini shod qilaylik, ko'ngillarimizni poklaylik. Mana shunday ezgu amallar har birimizning hayotimiz mazmuniga aylansin.